Davom etamiz. Joriy yil 1-yanvardan boshlab Toshkent shahri avtobus yo'nalishlarida yo'lkira haqqini naqd pulda qabul qilishdan to'liq voz kechilib, faqatgina elektron usullar, Atto transport kartasi, bank kartalari, mobil ilovalar yoki QR kodli bir martalik chiptalar orqali amalga oshirish yo'lga qo'yilgan edi. Yangi tizim aholi uchun transport xizmat haqqini to'lashda qulaylik yaratayotgan bo'lsa, ayrim yo'lovchilar uchun yo'lkira to'lovlardan bo'yin tovlashga Qo'shtirnoq ichida yaxshi imkoniyat bo'lmoqda. Hamkasbim poytaxt jamoat transportida o'tkazilgan reydlar misolida mavzuni davom ettiradi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston shahar transportlaridagi yo'l haqqi reytingida dunyoning eng arzon beshligiga kiradi. Xususan, Toshkent shahrida jamoat transportlarida bir martalik safar uchun belgilangan narx 1700 so'm. Bu bir qator rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar bilan solishtirganda ancha past. Naqd pulsiz to'lov tizimlaridan foydalanganda esa yana qator imtiyozlar amal qiladi. Joriy yil 1-yanvardan boshlab Toshkent shahri avtobus yo'nalishlarida yo'l kira haqqini naqd pulda qabul qilishdan to'liq voz kechib, faqat elektron usullar orqali amalga oshirish yo'lga qo'yilgach, aholining jamoat transport xizmatidan foydalanish yanada qulaylashdi. Ammo bu qulaylik ayrim yo'lovchilarga to'lovlardan bo'yin tovlashga Qo'shtirnoq ichida yaxshi imkoniyat bo'lmoqda. 1-apreldan boshlab kuchaytirilgan reyd tadbirlari boshlandi. Bir oyning davomida 700 nafardan ortiq yo'lovchilar o'sha yo'l haqqini to'lamaganliklari aniqlangan va ularga qonunchilikda belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Ijodiy guruhimiz bilan avtobus xizmatidan foydalanuvchi yurtdoshlarimizning bu boradagi fikrlari bilan qiziqdik. Transportdan foydalangandan keyin ular ham to'lash kerak-da. Buning orqasidan qancha odamlar oylik olishadi, bola chaqa boqishadi. Taksiga minadigan bo'lsa 10 ming 15 ming pulini olib qo'yadi. Biroz to'lab ko'rgan taqdirda ham 1700 so'm abomidan qancha yuradi? Shuncha masofani bosib o'tib, to'lamay tushib qo'yapti. 1700 so'm pul to'lamaslik insofda hammani o'ziga bersin. Yo'l haqqini to'lash bu nafaqat iqtisodiy majburiyat, balki diniy qadriyatlarimizda belgilab qo'yilgan ijtimoiy mas'uliyat hamdir. Bu shaxsning haqqi bo'ladimi yoki bo'lmasa hukumatnikimi, jamiyatnikimi, har biridan mas'ulmiz. Misol uchun o'sha narsadan foydalandikmi, albatta uni haqqini berishligimiz kerak. Agar shuni bermaydigan bo'lsak, biz zulm qilgan bo'lamiz, uni haqqiga xiyonat qilgan bo'lamiz. Mo'min inson birovda haqqidan ehtiyot bo'ladi. Ulamolar aytadilarki, bu jamiyatning haqqi go'yo yetimning haqqi bilan barobar. Yetimning haqqi shariatda bilamizki juda og'ir haq. O'sha uchun xuddi ana shunday ehtiyot bo'lganda arzimas narsani to'lamasdan qutulib ketmoqchi bo'ladi. Lekin ertaga hisob-kitob bor-ku. Raqamlashayotgan dunyo bugun bizdan hayotning barcha jabhasida hamnafaslikni talab etmoqda. Uzoqimizni yaqin qilayotgan transport xizmatida esa bu jarayonning tezlashayotgani faqatgina afzallik yaratishi aniq. Manzilimizga eltuvchi yo'lda esa nafaqat xavfsizlik va qulaylik, balki halollik ham hamroh bo'lib qolsin.